Samarqand shahridagi Ichki ishlar vazirligi akademik litseyining o'quvchi yoshlari uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmatida ochiq eshiklar kuni tadbiri tashkil etildi. Unda qo'riqlash xizmati mutaxassislari tomonidan o'quvchi yoshlarga tizim faoliyati, asosiy vazifalari, so'nggi yillarda sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, xizmat samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar hamda texnik imkoniyatlar haqida atroflicha ma'lumotlar berdi. Tadbir doirasida yoshlar qo'riqlash xizmatida foydalanilayotgan zamonaviy texnikalar, kuzatuv va ogohlantirish tizimlari, xizmatda foydalanilayotgan avtotransport vositalari hamda maxsus jihozlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mutaxassislar ushbu texnikalarning ishlash tartibi, amalda qanday qo'llanilishi, xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyati haqida tushuntirishlar berishdi. Bu yerda biz mutaxassislar tomonidan qo'riqlash xizmati, monitoring xonasi hamda o'q otish xonasi va maxsus texnikalar bilan tanishib o'tdik. Bundan tashqari o'zimizga kerakli bo'lgan savollarga javoblarimizni oldik. Bunday uchrashuvlar ko'p bo'lib tursa, biz yoshlarga foydali bo'lar edi. Biz bugun viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi qo'riqlash xizmatiga tashrif buyurdik. Bu yerdagi kameralar fuqarolarning harakatlanishigacha ko'rsatib berar ekan, fuqarolarning yuzini ham skaner qilar ekan. Xizmat o'tash jarayoni va ularning epigrafikasi bilan yaqindan tanishdik. Bu sohaga qiziqish bizda juda ham yanada ortdi. Kelajakda shu sohaga xizmat qilishga harakat qilamiz. Tadbir doirasida o'quvchi yoshlar bilan ochiq muloqot ham tashkil etildi. Unda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga xizmat xodimlaridan atroflicha javoblar olishdi.